bugün nemiş qilmaymiz desanglar, men sizlarga deb birman hozir. Men sizlardan savol so'rayman. Bu savollar qanday savollar desanglar? 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar javob berarligidek darajadagi osonroq savollar ekan. 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarga o'ylab javob beroladigan savollar. Bakkan buning uchun. Endi ash savollardan sizlardan so'rab boqaman. Burun qilib boqqansizlar ham buncha. O savollarning javoblarini darhol deyoladigan savollar bor emas. Darhol deyolaysizlar, lekin uni og'zimdan chiqib o'qish darhol demaysizlar. Qanday qilsizlar desanglar, shu sizlarga o'xshash adashlarni ko'radigan bo'lgan keyin savol javobni tang o'ynashni shu sizlarning ko'rayotgan adashlar bilan tang o'ynashni maqsadimiz bo'lgan keyin men bir savol so'rayman. Masalan, siz qancha yosh deb savol so'rab 1, 2, 3 boshlang desam, menga javob bersanglar bo'ladi. Qaysini cevap versenler buluyordu. Şıkkınlar tane cevap versenler buluyordu değil mi? Yani birisi bir şeyle birisi ahırda birisi mi açta bu kadar bu buluyordu şimdi ben erken cevap bulan ki. Mesela bize keserek bu kadar 5'te kod versen olacak. 1, 2, 3 başlandı sen. Aşıncı vakit basıp buluyordu. Hadi sorular ha? Onda kız başlayalım. Teyarlıqlar bitti mi? Bir haftada kaç gün var? 1, 2, 3 başlanlar. 7. Bu 7 gün sanat verdiğinler var mı? Ben. Kalan bir sanat sanat durumlar. Ben sana bu ne? Düşembe, seyşembe, çarşembe, peyşembe, cüme, şembe, yeşembe. Big bang. Doğru oldu ya. Hem ikinci sual. Bir yılda kaç gün var? 1, 2, 3 başlan. 365 gün. Bir yılda 365 gün var. Bu doğru oldu. Hem üçüncü sual. Hasan Hüseyin'de kaç xil rang var? 1, 2, 3 başlan. 7 xil rang var. 7 xil rang var. Hasan Hüseyin'de 7 xil rang var. 7 xil rangni sanab bilalaydiganlar bormi? Ha, sanab bilalam. Siz to'g'ri xatoligini siz hukumingizdagini anglab, siz hukm qiling, ha? Kızıl, apelsin, sarı, suz yeşil, suz kök, binafşiran. To'g'rimi bular? Yaxshi. Undaqda 4-savol. Qaysi hayvon qumluq paraxoti deb atalgan? 1, 2, 3 başlang. Töge. Şu töge. Töge şu qumluqlarda başqa at, başqa hayvanatlar emas, faqat töge karvan bo'lib mang'alaydi, shundaqmi? Shunga qumluq su yo'q, ashundaq yerlardimi? Uzun mancha kunlik, manchaplik yo'l basalaydigan, musafirni basalaydigan shu nima hayvanat töge bo'lganlikdan uni xuddi suvda uzun yo'lga chiqsa paraxot chiqalaydi deganga o'xshash, qumliqda uzun yo'lga chiqsa töge bilan chiqalgankin uni tögini qumliq paraxoti deb atab qo'ydi. Çünkü qarang, uningki bosqan ostida 7 tal iyi deganimiz bor. İyi degan oshqozon degan. 9 tal oshqozon bor deb ugan ochdiq deb yodim bitdi. Men bilmayman, qustalım deyil, chitalım deyil. Ishqilib oshqozoni bak nimkana uniki jiqqa. Adninki mi jiqqa? Anadaki tögününki üstündeki loksidimi? Aşı loksini may deydi o. May ba o may şu tögünü ozuqluq bilan uzoq vaqt tamoq yeyamizmi? Energiya bilan ta'minlaydi. Energiya deganim şu bütün fəaliyyətlərni, şirkətlərni qilishimiz üçün hammamizga energiya kerak bo'ldi-ku. Mashina minish uchun mashinqalqi nima may qachlaymiz-ku mashinadan keyin. Mashina tamoqi ilk masalasi. O mashinaning energiyasida o tögününki energiyasi yegan tamoqlari energiya bo'lib loksiga yig'ilib, uniki uzoq vaqt tamoq yemay qolsa-mu, har xil ashundaq holsizlikni kitib, hech qanday ish qilmay qilishini oldin edib, shu ustidagi lok qismidan energiya badaniga yetkazilib, ashada yana bir necha vaqt tamoq yemay qolsa-mu, harakat qiladi. Yana energiya yig'ildi ekan, ha? Oshqozonning jiq bo'lishi shu
İşçi olgan sızlığı saklanıp zapaslıqçı. Şunu kumluqda çıkmalı ekan. Ha, ne deysiz? İşçigen çıkarıp istip, yani iş çıkarıp istip kılamda. Bunda kıldığında zaten. Hem diye yani bir keyingi sual. Uyghur tili elifbasida qanchatal harf bor? 1, 2, 3. Başlam. 32 harpa. 32 harf bor. Endi aşunga münasabetlik yani sual ha? Uyghur tili elifbasida 32 harf bor deb to'g'ri deyildinglar-ku. Onun qanchasi so'ziq tovush, qanchasi uzuk tovush? 1, 2, 3. Başlang. 8'i soğuk tavuş. 8 soğuk tavuş. 24 kalan 24 dili üzük tavuş. To'g'ri. Faqat so'ziq tovushlarni deb biringlar. Safira qizim deb bersin. 8 ta so'ziq tovushni sanab biring. Kaldım. Zeynep qizim siz sanab biring. A, E, I, E, Uy. A, E, I, E, O, Ü, Ö, Ü. Endi bir qancha isos A, kelgan. A, E, I, E, O, O, Ü, Ö, Ü. A, E, I, O, U, Ö, Ü. Heresi, ay, oy. Shunday mi? A, Degen tıka. Ha, lütfen. Endi keyingi savol. 3 bulungda qancha taraf bor? 3 talaba. Heresi. Ha, qoidamizni unutib qoldingiz a? Yana bir qitim. 3 bulungda qancha taraf bor? 1, 2, 3. Başlanglar. 3 talaba. Qancha bulung bor? 3 bulun var. Ha, to'g'ri. Endi yana bir savol. Quyosh qaysi tarafdan chiqadi? 1, 2, 3. Başlang. Şerakten çıkıdı. Şöyle. Ondaqda quyosh qaysi tarafda patadi? Mushuna kelib olib javob deb baqsanglar. Sanamasanmi? Koyar şerakten çıkıp garip patıdı. To'g'ri. Sharq tarafdan chiqadi, quyosh g'arb tarafda. G'arb tarafga patadi. Otursudan canımda ötüdüm. Da aylanib g'arbga bag'ircha, shundaqmi? Ondaqda keyingi savol. 5 tarafi bor shaklni nima deb ataymiz? 5 bulun. 1, 2, 3. Başlang. 5 bulun. 5 bulun. Yalnız 5 burcaklik ha? 5 burcaklik şekil desek mi bunu? Onun şu 5 bulunu var ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Endi yana bir savol. Bir yil ichida qaysi oyda kun eng az bo'ldi? Qaysi oyning kun soni eng az? 1, 2, 3. Başlang. İkinci ay. Odat qancha kun bo'ldi ikkinchi oyning? 28. Endi keyingi savol. Paqaning bolasini nima deb ataymiz? 1, 2, 3. Başlang. Kumcak. Ha, qumuchoq deymiz. Keyingi savol. Qushqochning uyini nima deb ataymiz? 1, 2, 3. Başlang. Uva. Ha, qushqochlar uvda yashaydi. To'g'ri. Qushlar uvda yashaydi. Keyingi savol. Biz qaysi a'zoyimiz bilan puroqlarni puriya olamiz? 1, 2, 3. Başlang. Burun. Burnimiz bilan puriya olamiz. Unda bo'lsa, ashuna munosabatlik erkinlik savoldan birsa, qaysi a'zoyimiz bilan ovozlarni anglaymiz? 3 kıtım. Yo'q, bu erkin savolga deb biqinglar, qani. Kulak. Quloqimiz bilan anglaymiz, shundaqmi? Ha, unda bo'lsa, bu mutudi yana bir keyingi savol. Eng cho'ng sut emgich hayvon zoti qaysi? 1, 2, 3. Başlanglar. Kökit. Kökkit. Suda yaşaydı. Deniz Kitler yaşaydı. mu? Delfinler mu? Yunus balıkları diyen delfinler. Yunus balıkları mu?
Sütten hayvan. Sütten geçeyim. Ne? Suda içtiği sütni. Hem de bu eğer de bunu en çok sütten en geçeyim kaysi de bu sorarken köp gitti doğa. Eğer bizden quruqluqdaki en çok sütten geçeyim kaysi dese uçağı ne buladı? Pil buldu uçağı. Quruqluqdaki degan qo'shsa agar quruqluqdagi eng chong sütten geçeyim kaysi de quruqluqning gapini qo'shib qo'ysa uçağı pil buldu. Shundaqmi? Lekin quruqluqdagi sudagi deganni ayirmaylam eng chong sütten geçeyim kaysi desa köp gitti. Yamsı sudagi eng chong sütten geçeyim kaysi desimi köp gitti. Shundaqmi? Bence pilden sütten geçen hayvanlarını okumuştum ben. Oxumdingizmi? Hoy. Hem de xwaldingiz hamsa. Onun balası şu apısını mama imidi emasmi, süt imidi? Geçeydi de biraz. Ular tuxumdan tug'ilmaydi. Göşeydi de böyle kapmıyor. Yo bolam, uchu undaq o'simliklarni yeydi. O't cho'plarni yeydi, daraxt yuqtirmoqlar. Andaq u go'shtxo'r hayvon emas, o'txo'r hayvon. Jimi Üstümdeki hayvan da kaptı. O'txo'r deymiz, o'simlik ashtaq yem-xashakil qanday go'sht yemaydiganlarni, o't cho'plarni yeydiganlarni o'txo'r hayvon, go'sht yeydiganlarni go'shtxo'r hayvon deymiz. Eng oxirgi savollar, mana savolimiz tugaydi. Pochtaxonadan uylarimizga xat akab beradigan kishini, abayim ishing ping-pong qilib xat akab beradi-ku. Ashta xatchaklarni uylarimizga akab beradigan kishini nima deb ataymiz? 1 2 3 Başlang. Poştalyon. Pochtalyon deymiz. İsmini geldi abi poştakan dedi. Poştalyon. Pochtalyon deymiz. Poştalyon. Undaqda bu 4 yoshni 7 yoshgacha bo'lganlikdagi bolalar bilalaydi degan savollar asli oddiymi ekan? Ha. Mushundimi? Hozir sizlardan 10 necha savol so'rab bo'ldim. Poştalyon şey adike. Oddiymi ekan? Qiziqarliqmi ekan? Endi bugungi savol so'rashimiz, savol javob o'yinimiz mishagicha bo'lsin. Endi xo'shlashib aytamizlar ko'pchilik bilan. Allah'a emanet. Allah'a emanet.